Zakot beruvchining va zakot oluvchining vazifalari nimalardan iborat? Zakot beruvchining vazifasi avvalo molini, zakot beriladigan molni adolatli, to'g'ri baholashi, to'g'ri hisob-kitob qilish kerak. Chunki agar xato hisoblaydigan bo'lsa, unda uni zakoti qiyomatga qolib ketadi. Alloh subhanahu va taolo bu zakotini bermagan mollar haqida juda ham og'ir hukmlarni bayon qilgan oxiratdagi. Bundan Alloh asrasin. O'shaning uchun ham bizni musulmon ummati hisoblagandan ko'ra yana ozgina ustiga qo'shib shu ehtiyotan ko'proq berishga harakat qiladi. Hop, yana zakot beruvchini vazifalaridan zakot oluvchilarni to'g'ri tanlash. Bu haqda ham islom shariatida aniq ko'rsatmalar kelgan, ya'ni o'zining yuqori nasabiga va quyi nasabiga berib bo'lmaydi. Ya'ni otasi, onasi, bobosi, buvilariga farzandlarining farzandlari qiz bo'ladimi, o'g'il bo'ladimi farqi yo'q. Berib bo'lmaydi zakot. Bundan keyingi yaqinlikka, ya'ni aka ukalaridan, opa singillaridan boshlaydi. Muhtoj bo'lsa, mana shu narsalarni demak to'g'ri anglab, to'g'ri tanlash kerak, shariat hukmini bilish kerak. Keyin yana zakot beruvchining vazifalaridan shu zakot oladigan odamni aniqlagandan keyin uni ko'nglini ranjitmaydigan qilib, go'yoki iltimos qilayotgandek berish kerak. Chunki uning molini poklovchi hisoblanadi zakot oluvchi. Masalan, tasavvur qiling, zakot oladigan odam yo'q bo'lib qolsa nima qiladi? To'g'ri, ulamolar o'sha zamonga kelib shunday bo'lsa uni yechimini topib aniqlab berish mumkindir. Lekin o'sha zakot olayotgan odam uni molini poklayotgan hisoblanadi. Go'yoki yordam beruvchiga o'xshaydi. Shuning uchun ham undan tashqari shu mo'min, musulmon birodar bo'lgani uchun ham ko'nglini ranjitmasdan go'yoki haligi hadiya sifatida, yaxshilik sifatida iltimos ko'rinishida berish kerak bo'ladi. Hop, zakot oluvchining vazifalari qanday bo'lishi mumkin? Zakot oluvchi endi haqiqatda o'zini o'shanga muhtojmi yoki o'sha shariat belgilagan mezonga tushadimi yo'qmi, uni adolatli tarzda hisob-kitob qilish kerak. Masalan, o'zi aslida yaxshi, o'ziga to'q, yaxshi yashaydi-yu, lekin zakot beriladigan muddatda o'zini zakot oluvchiga aylantirib olishi xiyla yo'llari bilan. Buni ham imkoniyati bor-da. Xuddi zakot beruvchida bo'lgani kabi, zakot beruvchi ham o'ta shunaqa holatni qilmasligi kerak, hali adolatli hisoblash kerak deganimizda o'shani ham nazarda tutgan bo'lamiz. Xiyla yo'li bilan zakot beriladigan miqdorni kamaytirishga urinmaslik kerak. Zakot oluvchi ham xuddi shunday. Va yana zakot olgandan keyin uni Alloh taolo bergan bir ne'mat, rizq, uni o'z oilasi bilan to'g'ri yo'llarga sarflab, halol yo'llarga sarflab, hisob-kitobini qilib ishlatish kerak bo'ladi. Ba'zi ko'p tushadigan savollardan Alloh asrasin, oila boshlig'i ichadigan yoki boshqa mol-mulkini yomon yo'lga, gunoh ishlarga sarflaydigan odam bo'lsa, lekin o'zi oila o'ta muhtoj, shunda nima qilamiz degan savol ko'p beriladi bizga. Shunaqa paytda iloji boricha o'sha beriladigan zakotni shunaqa yomon yo'lga sarflay olmaydigan holda tayyor iste'mol qiladigan mahsulot ko'rinishida, masalan, guruch, yog', go'sht va hokazo ro'zg'or buyumi yoki bo'lmasa o'sha farzandlariga kiyim-kechak sifatida berishga harakat qilish kerak yoki bo'lmasa uning yaqinlaridan, masalan aka-ukalaridan yoki otasi qaysidir bir oilani shunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, o'shani adolatli sarflaydigan bo'lsa, vakil sifatida uni qo'liga mana shu bolalaringizga men atab shularga berdim, o'zingiz ishlatishingiz mumkin emas va lekin mo'tadil oilasiga qarab uni sarflab borasiz deb berib qo'yish mumkin. Mana shu narsalarni e'tiborga olish kerak, Alloh a'lam.